Assalomu alaykum hurmatli sanatchilar. Bugun 10-may 2026-yil. Hozir arilarni Jizzaxga Arnasoyga olib keldik. Asariq gullashni boshladi. Yomg'ir ham hozir tindi, bir yarim soat bo'ldi. Arilar joyladi, eshiklarni ochdik. Mana bir uchib arilar joylashib oladi. Bu tomonimiz Asariq. Narigi tomonlar yo'l tomoni Oqquray. Bu yil Oqquray sal yaxshiroq hozircha. Yaxshi o'tyapti. Narigi tomonda Yantoq ekan. Hozir biz bilan Azizbek kelgan Asalari olami kanali YouTube kanali. Assalomu alaykum hurmatli asalarchilar. Mana arilarni olib kelib joylab qo'ydik. Mana litogini ochganimizga yarim soat bo'lib bugun yo'q, gulchang tashishni boshlashdi arilar. Juda xursand bo'lib ular ham kunlik qo'nyapti. Nerede işte boşlavardı? Boshlagandan. ha. Uni litoglar chala. Hadi nasıl saklayacağım? Ustozlar bilan keldik. Bu yil xolos yog'ingarchilik yaxshi. Yomg'ir yog'ib ekinlar yaxshi. Sıra yaratamaz abi. Ochyapsizmi tepas litolarni? Ha. Ras ovora bo'lganda bir pul ochib urdi tepani. Bak spita tekun etding. Ha, ashira. Qanday bo'ladi lekin. Adam baqa bunday ko'tarildi. Buni ular qanday ko'tariladi, Abdullatif aka? Buni ular qanday ko'tariladi? Bular atib o'tganmi hozir? Oyog'i. Atib o'tgan bu. O'tgan emas. Ha, asosan atib o'tgan. Hammasi ham tash. Turli tomon uchganiga aytdim, ikkala Ha, tomon. o'ziga qatirib qo'yilaveradi. Bu arilarimiz jidada turganda bugun tugadi endi. Asariq olib keldik. Asariq bundan keyin Yantoq. Quray xolasa ketma-ket. Ana shida ko'l ekanda, qarang. Abdullatif aka. Mana yerda ko'l bor ekanda. Sağ olun bana. Bu toplanan çok kalın. Açılıştı boşlanıyor.